Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anglitildi. Bu qonxo'rning qo'lida o'lib tugaydigan o'xshaymiz, dedi Sarkarda Avazbek lashkargohga kirgandan keyin. Qo'ltiqidan yo'lab turgan Sarkarda Mirza Haydar Dovlatiga qarab, rahimsizlik bilan urilgan darra uning badanining saq yerini qo'ymagan edi. Biri sarqirab og'irib o'tdi. Sabr qilsa Sarkarda, dedi Mirza Haydar Dovlati. Xonning yerini yo'lvoz deydigan tamsil bor emasmi? Yo'lvoz xonning yer tuqishligi tutsa, odam yemay qolmaydi. Ugu shundoq. Ammo Aşı şuur peşanı lashkarlarda nima gunoh deyman Sarkarda, dedi Mirza Avazbek ko'zlaridan taramlab to'kilayotgan yoshlarni to'xtatmay. Qarab turibla zabardast 50 yigitning kallasini oldi. Buningdan o'ta xo'mrizlik bo'ladi jahonda. O'zining dadisi bilan bir qo'rsoq qarindishni o'ltirgan odamdan yana nima mehr shafqat kutkilik? Aman qalaylı deydik emas, ehtiyot qilmoqlik kerak. Bo'libmi, Hidoyatulloh ishondan bakrak ehtiyot qilganimiz tuzak. Lashkarlar orasida uning xufiya payloqchilari yamrab ketdi. Qattiqroq birini chiniqilib bo'lmaydi hozir. Nima? Ehtiyot qilish demla? Ehtiyot qilish deganlik yavaşlik bilan o'limni kutish deganlik, dedi Avazbek chiroyi jiddiy tus berib. Aslida o'z vaqtida yo'l bosonga ergashganimiz xato bo'lgan. Biz bu xonxo'r tallining xuy taylini bilatdik emasmi? Sultonul muhaqqimiz texaylik isha. Vujudida qanchalik mehr shafqat yo'q bir yalmavuzlik qo'l berib murt tutdik. Bir buzuruk avliyo deb beshidagi changlarni ko'zimizga surtibdik. Şir arslandek 50 yigitning jinini tinib olmoqda yo'q. O't quyruq qilib u olamga borganda vaylin do'zaxda kuyib kul bo'lib ketsam mayli. Kechdan bundoq turdi. Ko'tirsin unda sulki ishqiyasini. Beliqut xazinasi. Ostaroq so'zlislar Sarkarda, dedi Mirza Haydar Dovlati atrofga ehtiyotchilik bilan qarab yetib, o ko'zini Avazbekning chiroyiga sinash nazari bilan tikdi. Bu so'zlarni dard azobiga chidamay devatanlar yoki chin so'zlarmi? Dadam meni o'g'il bo'l deb topgan, dedi Avazbek texmo g'azablanib. Bu gaplarni unchalik dard azobiga chidamay degan bo'lsam, o'g'il bola erkak bo'lmay ketay. Aşı 50 yigitning o'limi yurak bag'rimni xun qilib o'tdi. Ular meni Sarkardimiz, posibanangiz deb hurmatlaydi. O'tqa desam o'tqa, suvga desam suvga kirishdan boshlatmaydi. Ularni qarab turib qo'g'diyamdim yo'qmi? Endi qanday qilay deylar Sarkarda? So'rdi Mirza Haydar Dovlati yana ko'chirib. Amina bir o'lim, dedi Avazbek qat'iylik bilan. Ehtiyot qilib, dakki-dukkida choshqandek yashaydigan aşı xonxo'r xonning yoliqini lanmishdak yalaydigan bundoq jondan kechdim. Sepilning sirtidagi Ismoilxon lashkarlarga darvozani ochaman. Aşı xonxo'r yalmavuz xon bilan erkaklarcha ilishib, o'lim orqali begunoh o'lib ketgan lashkarlarim oldidagi gunohimni yuyman. Haqqalle, mana endi haqiqiy o'g'il bola, erkak Bahodir Avazbekdek gap qildilar, dedi Mirza Haydar Dovlati chiroyiga qoyillik bilan kulki yugurdi. Agar mushu niyatlar rost bo'lsa, mana men sizlarga hamdardli bo'laman. Rost gap qo'tamlar Sarkarda, dedi Avazbek hayajon bilan. Shunga ishonsizki, mening bu dadam o'g'il bo'l deb baqqan. Mirza Haydar Dovlati qo'ynidan bir parcha xatni elib Avazbekka ko'rsatdi. Ismoilxon oliylarining yo huquqiga bog'lab avatgan xatini bayatun menga topshirib olgan.
sizlar bilan mush to'g'riliq muloqot bo'lib kelay deb otni egar tutib bo'lsam, boshlig'iga kelgan bu deshivorchilikdan xabar topdi. Xudo ikkimizning niyat iqbolini bir qilgan ekan. Sen nimaga qarab turibsiz sarkarda? Darhol darvozani ochayli, dedi sarkarda avvalda. Bunda aldirasalik qilsak, ajrimiz bekor ketadi. Ishni puxta qilganimiz yaxshi. Sal-pali chandurib qo'ysak, bu do'ram 50 emas, minglab yigitlarimizning qani behuda to'kildi. Qo'liqim sizda. Tadbirlar bo'lsa ko'rsasizlar. Biz İsmailxon oliylar bilan maslahatlashib olmayli darvozani ochadigan bo'lsak, niyatimizdan bexabar İsmailxon buni bir hiyla o'xshaydi deb o'ylab, lashkar tortib kelishdan ehtiyot qildi. Yo'lbosxonning qo'liga naqli tushdi. Shunga avval bugun kecha ishonchli yigitlarimizdan birini Mirzo Bobobek oliylarining qishiga avataydi. Bu kishi bizni obdan tushundi. Shuning javobiga qarab, kelishib olgan muhlatda ondan darvozani ochayli, dedi Mirzo Haydar o'g'lari. Sarkar janoblari, haraj tortib qoldilar. Shunga sizlar xotirjam yetib jarohatlarini amlasizlar. Bu ishni lashkarga qaytib o'zim bajaray. Ma'qul amsa, shundoq bo'lsin. Ko'p ehtiyot qilg'aylar sarkarda, dedi avvalda. Xotirjam bo'lsizlar, dedi Mirzo Haydar o'g'lari. Bugun kecha lashkarlar ortisidagi payloqchi supi lashkarlarni tamomiy nazarbat qilg'aylar. Hamda bir ming lashkarning lashkargohdan chiqishiga ruxsat qilmag'aylar. Xudo buyursa, bomdoddan burun xush xabar yetkazgayman. Anglayotganlar Beliqut to'ridan avuntilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bomdod namozdan keyin Ostonning qalg'at darvozasi bilan oltin darvozasidan ko'tarilgan hayvatlik cho'qon so'ran sadosi butkul Ostonni larzaga keltirdi. O'z haramlarida kechidan beri qilgan ishratvozliklarining ta'siridan ezilib uxlab ketgan Sulton Yo'lbosxon bilan Hidoyatullo Eshon bu cho'qon so'ran sadosidan cho'chib uyg'onishdi. Vujudini asir qilgan vahimadan badallarini sho'rlida qor tarbosdi va log'-log' istardi. Shu an oldirab tenib kiyinishdi-da, har ikkilisi o'rniga Shohinshinga qarab yugurishdi. Ahvol chatoqpirim, murtad soqiyachilar shahar ichiga bostirib kirdi, dedi Eshon qasrining darvozasi oldida do'qurchib qolgan Molla Soqi bilan Molla Naqi xalifa hozirab humuliginicha Hidoyatullo Eshonga qarab. Nimish bo'ldi, oldirmaysizlar sizlar, dedi Hidoyatullo Eshon qo'lda jon qonmagan holda. Sarkarda avazbek bilan Sarkarda Mirzo Haydar o'g'lati osiylik qilib, qalg'at darvozasi bilan oltin darvozasini Oqsuv lashkarlariga yechib berdi. Uni hozir shahar ichiga bostirib kiryapti. Eshonning topindan kirgan bir muz beshidan chiqib ketdi. Ikki chekkisi purrida tarladi. Chiroyi tatardi. Uningga hozir butkul olam jahon o'ngtirilib ketgandek ko'rinadi. Sulton Yo'lbosxon oliylari xabar berib o'tam doktorim. Molla Soqining so'rgan bu savoldan Xo'ja Hidoyatullo Eshon darhol esiga keldi. Bo'lg'uliq bo'pti. Endi o'z beshining g'amini o'zi yesin. O baxt qora shahzoda, dedi Hidoyatullo Eshon aron qo'pirgan imoratining g'ulab tushkunini ko'rgan odamdek hasratlangan holda. Darhol qasrdagi eriq mollarni yig'ishtirib, ot ulovlarni jabdolar. Haramdagi ovchi bo'g'imlarni xabarlantiringlar. Xo'jazodlar jabdandirilib tayyor bo'lsin. Ostondan xoniqa darvozasi orqali chiqib ketamiz. Ikki darvozadan yo'lbostak bostirib kirgan Ismoilxon qo'shini Sarkarda Mirzo Avazbek bilan Sarkarda Mirzo Haydar Dog'lotining lashkarlarining yo'l boshlashida Odul o'rniga qarab ilgariladi. O'rda sepilni qo'dayotgan Yasovullo o'rchab bilan kelayotgan bu hayvatlik qo'shin bilan elishmayla jinnini yoqiga elib qaytishdi. Shohinshindagi taxtda nemish bo'lganligini tek to'liq anqirolmay Hidoyatullo Eshonni kutib o'tirgan Yo'lbosxon Shohinshinga bostirib kirgan Sarkarda Mirzo Avazbekni ko'rib,
rangi o'chdi. Chiroyi o'likdek sarg'ayib ketdi. Vujudi nohaq o'lib ketgan lashkarlarning qisos o'ti bilan larziga kelgan avazdek taxtga qistab kelyotdi. O'zlarini besog'ayla sarkarda, dedi Sher Ali Bahodir Avazdagning Yo'lbosxonni o'ltirib yetishdan ansirab. Shahzoda Yo'lbosxonni qandoq bir taraf qilishga Sulton Ismoilxon oliylari o'zi farmon tushirgan. Sher Ali Bahodirning so'zlarini anglab, Yo'lbosxonning qo'liga ozroq jon kirdi. Avazdak qarab, takabburlik bilan baqirdi. Taylandın yan, chiqirandi Avazdak. O'z sultoningga qilich tavlab, gunoh qilma. Ey Hajjaj, sen o'z otangni, o'z qarinishini o'ltirsan, gunoh qilmaysan o. Men sendek bir xunrizni o'ltirsam, gunoh qilmatamdi-man. Seni o'ltirgan gunohing uchun kallam kessin mayli. İkkallarını öz qo'lim bilan og'rimag'in. Avazdak shundoq dedi-da, dahshatlik birinlari tatquncha sakrab berib, Yo'lbosxonning bo'yniga qilqut xazinasi. Shu hamon Yo'lbosxonning boshsiz teni taxtda qing'iyib qoldi. O'zilgan beshi bo'lsa, avval shoh supsiga, ondan yerga do'milib tushdi. Sher Ali Bahodir Avazdakni to'sishga ulgurmagan edi. İkki osh pishim vaqt ichida Ismoilxonning sarkarda lashkarlari ostonni to'liq qo'lga oldi. Ismoilxon o'rniga kirib, Shohinsindagi taxtda o'tirdi. Jangdan yongan sarkardada Shohinshinga kirib, o'zlarining ajri tuhfalarini ma'lum qilishdi. Malika Muhtaram xonimmo Yo'lbosxonning amir kabiri Xo'ja Jarrohning beshini bir navkarga ko'chirib olgan edi. Janobi Pirbuzurik Xo'ja Abdullah Ishon hazratlari ko'rinmaydi-ku, dedi Ismoilxon Shohinsindagi sarkarlarni bir qo'r nazaridan o'tkazgandan keyin. Ma'lum bo'lg'ay, dedi tavofchidek Mirzo Abdurahmon oldigaroq chiqib. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Ishon hazratlari bir to'p sulpiy lashkarlarni agashtirib, ostondagi ishqiya sulkidagi nomusulmon ozmilarni jazolayotdi. Tavofchibekning ma'lumotini anglab, Amrul Umra Mirza Bobobek cho'chib ketdi. Oldigaroq chiqib, Ismoilxonga qo'l bog'lab turib murojaat qildi. Xon oliylari, Ishon hazratni ishqiya sulkidagilarni jazolashdan to'xtatishga farmon tushirgaylar. Hidoyatulloh Ishonga qo'l berib sulki ishqiya yo'lni tutgan avom gunohsizdir. Bundaq fojia ilgari Shahzoda Nurdinxon Qashqarni fatih qilgandimi? Shahzoda Yo'lbosxon ostoniga kelib, taxt tortib olgandimi yuz bergan? Minglagan begunoh ra'iyatning qani behuda to'kilgan. Xon oliylari, amdili ostonni fatih qilib, o'rniga kirgan mushunda xosiyatli kunda yana bundaq fojianing takrorlanishi avom ostida fitna fasodga sabab bo'ladi. Al ra'iyatning ko'ngli saltanatdan suvaydi. Saltanatimiz sulhdan mustasno bo'lishi kerak. Zinhor sulh mazhabga homiy bo'lmag'ay. Ismoilxonmo xeyli burunla kunlarning birida Saidiya taxtida o'tirish nisib bo'lib qolsa, saltanatni sulh mazhabdan xoli tutish niyatiga kelgan edi. Shunglashqa u Mirza Bobobekning iltimosini darhol qabul qildi. "Farmon", dedi u. "Sarkarda Sher Ali Bahodir Pirbuzurik hazratimni o'rniga qaytarib kelgay." "Farmon berdarman", dedi Sher Ali Bahodir va mengishga tamshadi. "Sarkarda to'xtab tursa", dedi Mirza Bobobek Sher Ali Bahodirni to'xtatib va Ismoilxonga qarab yana murojaat qildi. "Ishon hazratlari odatda sarkardaning gapiga ancha quloq solib ketmaydi. Xon yorlig'i bo'lmaganligi uchun Sher Ali Bahodirning gapiga kirmasligi mumkin. Shunga oliylari molar ko'may, vallardagi shahoni qochtashi kamirini farmonlarining isbot sifatida Sher Ali Bahodirga bergan bo'lsalar." Ismoilxon darhol qochtashi kamarni yechdi. "Sher Ali Bahodir bilan ma'mur bilib boray", dedi Malika Muhtaram xonim. "Ijozat", dedi Mirza Bobobek Malika Muhtaram xonimning hamdamga berishdagi muddaosidan so'ng. Sher Ali Bahodir bilan Malika Muhtaram xonim Mahfumzoda Xo'ja Abdullah Ishonni izlab topganda
allaqachon Hidoyatullo Eshonning qasriga bostirib kirgan Xo'ja Abdulla Eshon qasridagi Hidoyatullo Eshon bilan birga qechib ketishga ulgurmagan barliq qeri yosh ayol sufiy xizmatkorlarni qilishdan o'tkazib, ko'cha rastlardagi ishtiya sulkidagi ozg'unlar deb qaragan 2000 ga yaqin begunoh xalqni qirib tashlashga ulgurgan edi. Gerçi Mirza Bobobek har qancha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, Ishoqiya sulkidagilarning ishqiya sulkidagilarni o'ldirishlik echinishli fojia yana takrorlangan. Oston ko'chalari qonga bo'yalgan edi. Shunda qilib milodiya 1670-yil yozda Sultan Abdurashid xonning 12-o'g'li Abdurahim xondan bo'lgan ikkinchi navrisi Sultan Ismoil xon jiyan o'g'li Shahzoda Yo'lvoz xonni o'ldirib, o'zini xon deb jakarlab Saidiya taxtida o'ldirdi. Bu chaqda xonqa darvozasini qo'dayotgan sufiy lashkarlarning himoyasida Ostondan bexatar qechishga muvaffaq bo'lgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Qashqarga qarab o'la tirdishiga boqmay ketib boradi. Oq ot ustida Qashqarga tushib ketgan itdek shumshib o'tirgan Eshonning kallasi hasratlik xiyol va qisasxo'rlikqa to'lgan qasamlar bilan to'lib ketgan edi. Ah, Tanrı. Mazar podshohi padar buzurg. Ming jafolarni qo'lga keltirgan bu saltanat yana qo'ldan ketdi. Menga Qaysalay farzandlaridan madadlarni ayamag'ayla. Xotirjam bo'lsin ekan. Padar buzurgim. Bu saltanatni ozg'in kunda yana qaytirib olaman. Saidiya tasarrufida saodatman sulki ishqiyaning tug' shaddasini yana jag'lon qildirman. Ashaddiy raqibimiz Ishoqiyachi qora musulmonlarning nejis dinini o'zlarining qonlariga g'arq qilman. 6-bob. Sulh tumonlari. Xo'shallig'idan ko'ra g'am qayg'ulari ko'payib qolgan. Shu sababli xilil cho'zarib qolgan Ostona ko'chalari yaqindan beri yana qaytadan ovatlashib, jonlanib qolgan edi. Sultan Ismoil xonning saltanatni sulk mazhabdan mustasno tutish siyosatining ta'sirida sulki Ishoqiya targ'ibotini bo'shashtirishga majbur bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning xalifa sufilarining zulmidan qutulib bir oz xotirjamlikka erishgan shahar aholisi xilili ko'ngil ozodligiga chiqib qolgan edi. Sulki ishqiya murtlarining o'ldirilishi, dumbalanishi, jazolanishi, mol mulkining bo'lon-talon qilinishi, uy vaqtlarining ko'ydirilishi yaqindan beri asosan to'xtagan edi. Cho'nglashqa savdogarlar, do'kondarlar, hunarvand kasiblar, ushoq tijoratchilar, charbozorchilar, bediklar qaytadan tijorat boshlagan. Bir mezgil taqilib qolgan Sarrab bozoridagi oltin sarayi, tilla saraylari qaytadan echilgan edi. Oddiy xalq bekinib olgan uylardan ko'ch-ko'ylarga chiqishga, xotirjam tirikchilik qilishga boshlagan edi. Nalargidir g'oyib bo'lgan chet ellik savdogarlarmi to'gi karvonlarini yetlashib shaharga kirishga boshlagan edi. Shu kunlarda Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon yengili taxtga o'tirgan Sultan Ismoil xondan xilil ranjib qolgan edi. Chunki Ismoil xon tunji turkumda mansabga tayinlagan o'rda amirlarining orasida nima sababdandir bu pir buzurgni unutib qolgan edi. O Sultan Ismoil xonga marhum dadisi Xo'ja Shodi Eshonning Sultan Abdullah xon zamonasida o'rdining najiblik martabasiga erishib, xonning so'l tarafida o'tirishga musharraf bo'lganligini alohida eskartgan. Shu orqali o'zining bu oliy martabaga erishish tamasining borlig'ini bildirgan edi. Afsus, Ismoil xon pir buzurgning bu orzusini qondirmagan edi. Acaba Ismoil xon shuncha oshkora bildirilgan bishoratni bilolmagidek darajada qalb olishib qolganmi? Yo'q. Buning tagida cho'qim bir o'yin bor. Mirza Bobobek degan murtad harom tomoq xonning burnidan yetlayotdi. Saidiya tasarrufida davlati Ishoqiyani cheklashga farmon tushirishga yo'l ko'rsatganmi shu? Parbuzuruk bilan xonning o'rtasida po'siq bo'lib turib shu. Bu ishlarni o'ylagan sari piyg'on chekadi.
Xo'ja Abdulla Eshon hashamatlik Eshon qasrida xuddi ichida yoda teshi bor eshakdek to'xtamay u yoqdan bu yoqqa mengib xiyol surardi. Xo'ja Abdulla Eshonning tarzi to'g'ri edi. Sultan Ismoilxon rasmiy taxtda o'tirib, hafta o'tganda to'yuqsiz Mirza Bobog'ni ma'rifat soyiga taklif qildi. Mirza Bobog'bek sarayda Sultan Ismoilxondan bo'lak hech kimning yo'qligini ko'rib, xonning o'zi bilan xos maslahatlashadigan muhim ishi borligini tanladi. Salom soatdan keyin Ismoilxon Mirza Bobog'bekni yanadagi ta'tillar ko'rpida o'tirishga taklif qildi. "Ana hazratimdan qandoq farmoni bor-ekan?" dedi Mirza Bobog'bek xon bilan bir ko'pida yondosh o'tirishga jur'at qilolmay. Tagah tarafdagi mahmal ko'rpida yukinib bo'ldi. Avval yaratgan egamning inoyati bilan, ondan qolsa amir janoblarining katib pamparast bilan buyuk Saidiya taxtida o'tirishga musharraf bo'ldi, dedi Ismoilxon oldirmay so'zlab. Ammo yurtdorchilik tezginini tutib turish men bir odam uchun basimish qildim. Tasarrufimizda nisbiy tinchlik hukm surgani bilan al ra'iyatning ko'nglini bizga butunlay moyil digil bo'lmaydi. Tasarrufimizdagi har qaysi yurt, shahar, bayliklar helimu ham shahzoda yo'lbosgan tarafdorlaridagi amir, hokim, baglarning qo'lida turibdi. O'rdadagi har qaysi divon, saroylarga amir sohiblar, mulkiy amaldorlar texi to'liq bekitilgani yo'q. Shu xususda janoblar bilan muloqoti bo'lgan bor. Shundoq, dedi Mirza Bobog'bek o'rnidan turib xonga hurmat qildi. Davlat panohimizning bu xususdagi muddaosini anglab baqsam. Qani, ko'rpiga marhamat qilinglar, amir janoblari, dedi Ismoilxon Mirza Bobog'bekni o'ltirishga taklif qildi. Ortiqcha tuzatqimiz bo'ldi. Kam kishida maslahatlashaylik. Mirza Bobog'bek mahmal ko'rpiga qaytadan joylashdi. Sultan Ismoilxon shira ustida ikki varaq qog'ozni olib Mirza Bobog'bekka uzatdi. 2 kundan beri boshqa turib bu tizimlikni tuzib chiqdi. Amir janoblari ko'rib chiqqandan keyin ko'ngilda qanday o'y-xiyollar bo'lsa, yo'shirmay bayon qilay. Mirza Bobog'bek tizimlikni ikki qo'llab oldi. Ichida asta o'qishga boshladi. Mirza Bobog'bek arkoni tilida amir kabir. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Tarbuzuruk Najib Sodollar sadri. Mirza Bobog'bek Sultan Ismoilxonning o'zi bilan Eshonga in'om qilgan martabasini o'qib bir oz ta'jiblangandan keyin o'z qirda xonga shundoqli qarayotgandan keyin yana o'qishni davomlashtirdi. Mirza Bobog'bek tizimlikni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin shara ustidagi qalamni qo'liga olib siyohga miligandan keyin avval o'zining ismiga, ondan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning ismiga do'gilak sildi. Yana bir oz o'ylanib olgandan keyin Mirza Idrisbek, Mirza Haydarbek, Mirza Xo'jayor, Mirza Qosimbek qatorli 4 odamning ismiga do'gilak sizib bo'lib tizimlikni xonga hurmat bilan uzatdi. Ismoilxon tizimlikni qo'liga olib do'gilak sizilgan ismlarga qayta nazar tashladi. Amir janoblarining o'zlari va Tarbuzuri qatorli 6 kishining ismiga do'gilak sizib qo'yishning bahasi nimaki? So'rdi Ismoilxon ta'ajjub ilkida Mirza Bobog'bekka qarab. Davlat panohim menga ishini saltanatimizning katta ham muhim ishini maslahatimga solgan ekan. Otqachiq bo'lsa-mo ko'nglimdagini udul davray, dedi Mirza Bobog'bek xonga tavazzu bilan boshlaydi. Arkoni davlatlik martabasini in'om qilib, fiqrni e'tiborlaganliklari uchun qiblagohimga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Ammo buyuk Saidiya taxtida oliylardek fazilatli, istidodli, farosatli, adl va adolatli Bodirxon podshoh bo'lib turgan ekan. Arkoni davlatlik martabasi albatta o'zlariga ta'alluq qilishi kerak. Bu martaba boshqalarga zinhor qo'yib emas. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Tarbuzurukqa garchi oliylar qo'l berib murt bo'lgan bo'lsa-mu, biroq u zot xalqimiz tasarrufidagi barliq avom ra'iyat e'tirof qilgan islomiy shariatdan emas.
balki sülki tariqatning, yani kelib davati Saqiya sülkining peshvosidir. Muhtaram ana hazratimga ma'lumdir. Saidiya tasarrufida davati Saqiya, davati ishqiyadan iborat ikki sülkka irodat qilgan avomdan boshqa yana sülkdan mustasno yashab, shariat ahkomlari bo'yicha musulmonlarchilik qilgan nurg'ulgan avom bordir. Navada mushularni o'ylashmayla, Saqiya sülkining peshvosi bo'lmish İşan pirimizga xalqning najib sudurlar sadrliqidan iborat ikki yuqori mansabni in'om qilsalar, yolg'iz ishqiya sülkidagi avom emas, sülkdan mustasno avomga qoyil bo'lmaydi. El yurt ortida fitna fasod paydo bo'lib, tugumas nizo adovatlar qaytadan bosh ko'taradi. El ra'iyatning ona hazratimga bo'lgan ishonchi sustishidir. Uning ustiga Piri Buzuruk Xo'ja Abdullah İşan Hazretlari davati Saqiya targ'ibotidan texichi yong'in yo'q. Yelimi ham Saqiya murtlarining talqibidan nurg'unlagan oddiy, beguna ishqiya murtlari yurak oldi bo'lib yashayotdi. Bu deganlarimo to'g'ri. Ammo Piri Buzuruk Xo'ja Abdullah İşan Hazretlari menga bir necha qatam mushu xususdagi orzusini bildirib, ochiq oshkora bishorat bergan edi. Dedi İsmailxon tanqis qilgan edi. İşan pirimizning bu arzu mudoasini bilib turib qondirmasak, bizdan ranjib qolmasmi? İşan pirimizning arzu mudoasini tushunishga bo'ladi. Dedi Mirza Bobobay mulohizini davomlashtirib. Pirga qo'l berish marhum Sultan Saidxon oliylaridan tortib davomlashib kelayotgan edi. Ammo mayli Sultan Saidxon oliylari, mayli Sultan Abdurishidxon oliylari va yoki keyingi xon sultonlar bo'lsin, hammasi pirga qo'l bergan bilan ularni saltanat ishlariga aralashtirib, o'rnida mansab, martaba bergan emas. Faqat akillari jannat makon Sultan Abdullah xon oliylari ishki va tashqi dushmanlarini tinchitishga amalsiz qilib, sülki Saqiya murtlaridan foydalanish uchun Xo'ja Shodi İşan hazratlariga najiblik martabasini in'om qilgan edi. Ammo bu ish Sultan Abdullah xon oliylariga texmi ko'plab bosh og'ritib berdi. Chunki Qashqardagi ishqiya sülkining pir azmi Xo'ja Muhammad Yusuf İşan va uning o'g'li Xo'ja Hidoyatulloh İşan ilgari Xo'ja Shodini birdan-bir dushmani deb qaragan bo'lsa, Xo'ja Shodi najiblik martabasiga erishib yurtchilik ishlariga aralashgandan keyin Sultan Abdullah xon oliylarining ashaddiy raqibi qatorida sanaldi. Sultan Abdullah xon oliylarining saltanatni sulhdan, mazhabdan mustasno tutish siyosatiga ishonmadi. Oxirda Shahzoda Yo'lvosxonni quturtib, oti bilan bolani o'zaro qilish yalang'ochlashga majbur qildi. Keyingi fojialar qiblagohimga sir emas. Xulos qalib, oliylari saltanat taxtiga amdili barqaror bo'ldilar. Saidiya tasarrufi qalayimqanchilik, urush va yimisidan to'liq qutulib ketilmadi. Avomning ko'nglini xotirjam emas. Saltanatning muqimlik, osoyishlik to'liq amalga oshmadi. Mushundaq ahvol ostida saltanatning muhim ikki mansabini Piri Buzuruk topshirsalar, bu ish Xo'ja Hidoyatulloh İşan boshchiligidagi sülki ishqiya murtlari uchun obdan bahona bo'lib beradi. Fitna fasod taqib, elning xotirjamligini buzadi. Navada İşan pirimizni ranjitib qo'ysak, saltanatimiz uchun o'xshasa xavf bo'lib qolmasmi, janobi amir? Dedi İsmailxon ko'nglidagi andishini yo'shirdi. Albatta, bu o'xshashli cho'ng xavf, dedi Mirza Bobobay xotirjamlik bilan. Ammo u Maxtumzoda Xo'ja Abdullah İşan Piri Buzurukni yurtchilik ishlariga aralashtirmaganliklarining o'zila ishqiya sülkidagilar uchunmi, sülkdan mustasno avom uchunmi cho'ng xotirjamlik akalgusi. Mana bu birdan kechib ikkining himoyasiga erishish deganlikdir. Saqiya murtlarining ishqiya murtlarini jazolashni to'sqanliklarining o'zila Xo'ja Hidoyatulloh İşan uchun cho'ng tasallidir. Bu ishdan Xo'ja Abdullah İşan hazratlari saltanat bilan qarshilashsa, izzat obro'yining tavallab ketishidan, Xo'ja Hidoyatulloh İşanning oliylariga yiqilishidan ansiraydi. Shu sababli hozircha saltanatga foydasiz ishlarni qilishga jur'at qilolmaydi. Biz mushu fursatdan foydalanib, saltanatni sulhdan mustasno tutish siyosatimizni haqiqiy amalda ko'rsatishimiz,
Xo'ja Hidoyatullo Eshonning Qashqarda va Makka Tishilitdagi ota miros zaminlarini qo'liga qaytirib berishimiz kerak. Shunday qilsak, har ikki so'likdagi azizlar saltanatga qarshi harakat qilishga jur'at qilolmaydi. Demak, biri orqali yana birini cheklab turamiz. Uninggacha saltanatimizning asosini xilli putilib olamiz. Ma'u bo'lgan tadbirga, dedi Ismoilxon qoyil bo'lib. Ammo Eshon pirimizni tortiqsiz qoldirsak ham bo'lmas. Xo'ja Abdulla Eshon pirimizning Qashqarda, Fayzobod, Ostonda 9 kani, Xotanda Oqsaroy qatorliq ota miros zaminlari bor. Shu zaminlarni qo'lga qaytirib bergandan so'ng, Xotanda yana Sanju tavasini obi niyoz qilib tortiq qilsa kifoya qiladi. Parbuzurikimiz to'limi xudogo'y, fani olamning maishatlarini tahrik etganidir. Ortiqcha dafni dunyoni lozim qilmas. Mirza Bobobek keyingi so'zlar orqali Sulton Ismoilxonning sexiylik qilib Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonga ko'plab zamin so'yrg'ol qilib berishning oldini olishga tirishyapti. Mayli, shunda qilaylamsa, dedi Ismoilxon ortiqcha o'ylanib o'tirmay ma'qullik bildirib. Ammo bu 4 amirning ismiga do'gilib sizib qo'yishlarining bosi nima ekan, janob Ahmad? Bilmadim. Bu amirlarning sulhga irodat qildigan qilmaydiganliklarini muhtaram davlat panohim bilamdiki. Albatta bilaman, dedi Ismoilxon o'ylanib turmay javob berdi. Bular Soqiya sulhining sadoqatli murtlari. Parbuzurgimiz Xo'ja Abdulla Eshon hazratlarining eng yaqin aqrabolaridir. Bularni yuqori muhim mansab martabalarga qo'yishni Eshon pirimiz tavsiya qilgan-ku deyman davlat panohim, dedi Mirza Bobobek xonga sinash nazari bilan qarab. Albatta, dedi Sulton Ismoilxon. Bu amirlar Parbuzurgimizning yaqinlari bo'lib qolmasdan saltanatimizga intayin sodiq ishlardir. Bir qism sarkarlarning saltanatimizga sodiq emasligiga hozircha bir nima demakdir, dedi Mirza Bobobek cho'nqur mulohiza qilgan holda. Ammo bu amirlarning Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon buzurgvorimizga Soqiya sulhiga sadoqatman ekanligida zinhor shak yo'q. Shu sababli bu amirlarni muhim o'rinlarga mansabga qo'yishga qat'iy bo'lmaydi qiblagohi. Ismoilxon hayronlik bilan Mirza Bobobekka qaradi. Uning muddaosini tafsiliy bilib biqib, bir nima deyishni ko'ngliga pishdi. "Mana so'zlavasizlar amir janoblari", dedi u oltin jamdagi anor sharbatidan o'tlag'ach. Qashqar sulhi ishqiya murtlari eng ko'p to'plashgan yurt. Shundaqla tasarrufimizdagi muhim cho'ng shaharlarning biri. Bu shaharga Mirza Idris Begdek Soqiya sulhining sadoqatning murtini noiblikqa, qo'shimcha amir lashkarlik mansibiga qo'ysa, Mirza Idris Beg Qashqarga noib amir bo'lgandan keyin ishqiya sulhini cheklab, sulhi Soqiya targ'ibotini yo'lga qo'ymaydi deb hech kim huddi qilmaydi. Chunki Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon Parbuzurgimizning har bir eg'iz so'zi uning uchun xon yorliqqa o'xshash muqaddasdir. Bu Qashqarning tinchligi, Qashqar aholisining xotirjamligi uchun foydasizdir. Shunglashqa, meningcha Qashqarga sulhdan mustasno sarkardadan birini noib amirlikka qo'yganimiz yaxshi. Mirza Haydarbekni Ostonning amirligiga qo'shimcha Ostonni muhofazatchilar qo'shinining amir lashkarligiga qo'yishga kelsak, bu vaqtda mening qarshim boshqacha. Ostonning vaziyati butkul xalqimizning vaziyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bir tumandan ortiq Ostonni muhofazatchilar qo'shini bo'lsa, xon lashkarlarining eng sarxillari hisoblanadi. Bundaq muhim o'rinni Mirza Haydarbekdek sadoqati noaniq bir kishiga berish to'limi yengiltaklik bo'lar. Mirza Xo'jiyarni Xotanning noibligiga tayinlasak mayli. Ammo amir lashkarlik mansibini boshqa bir sarkarda ustiga olgan tuzak. Shundaq bo'lganda ular bir-birini cheklab, saltanatimizga oli ko'ngillik qilolmaydi. Endi Mirza Qosim Begni ishqoqliq martabasiga qo'yish kelsak,
Buni obdan o'ylashmasak bo'lmaydi. Biz xalqimizning burundan davomlashib kelgan udumini buzib, ishqoqliq martabasi bilan ordu muhofazachilar qo'shinining amirligini oliylarga haqiqiy sadoqatman sarkardalardan biri ustiga olsin. Shunda qilgandilar orduning va janobiy davlat panohimning omonligiga haqiqiy kafolatlik qilib bo'ladi. Amir janoblarining o'rinliq mulohazalari ko'nglimdagi tugishlarni to'liq yeshibatdi, dedi Ismoilxon qoyil bo'lib. Esirchi janobi amir, bu o'rinlarga qo'ygudek muvofiq sarkarda amirlar tepilarmi? Albatta tepildi, dedi Mirza Bobobay texmitchaladi. Navada xon oliylar anglashni xohlasa, men bir qancha kishini tavsiya qilay. Ko'ngillariga ma'qul kelsa, yarliq tushirgaylar. Qo'lqim sizda amir. Bizga al bo'lib, ordu quvuqini echib bergan Yo'lbosxonning sarkardasi Mirza Haydar Davlati sulhdan mustasno, jigarlik, adolatparvar ham pam-parasatlikdan. Uning saltanatimizga bo'lgan sadoqatidan gumonlanmasaqmi bo'ladi. Uni Qashqarning noibligi, qo'shimcha amir lashkarlik mansibiga tayinlasilar. Qashqar tarafdan kelgan bosh og'riqdan to'liq forig' bo'ldilar. Xotanning amir lashkarligiga sarkarda Shar'ali Bahodirni tayinlasilar. Amir xo'ja yardan xotirjam bo'lg'u bo'ladi. Al bo'lgan yana bir sarkarda Mirza Avazdek odilligi, kuyunchanligi, shundaqla jangbozlik va lashkariy mahoratining ustunligi bilan xeli burilla al orsiga nom tarqalgan. Avom lashkarlar orsida yuqori inovatligiga, uni Ostona amirligiga, qo'shimcha Ostona muhofazachilar qo'shinining amir lashkarligiga, Mirza Haydarbayni o'rin basarlikqa tayinligimiz tuzuk. Undaqda ordu muhofazachilar qo'shinining amirligiga kimni qo'ysak bo'lar? Dedi Ismoil. Men dastlabda ancha eran qilib ketmoqchi ekanman. Mana hozir o'ylab baxsam, bu o'rin intoyin muhim ekan. Bu o'rinni sadoqatman sarkardalardan biriga topshirmasak bo'lmaydi. Ayni mudda, dedi Mirza Bobobek rozimanlik bilan beshini ochdi. Bu o'ringa men boshda bir sarkardani betlab qo'ygan. Bilmadim, xon oliylari qanday qaraydi ekan. O sarkardaning sadoqatiga ishonch qila olsalar, mening boshqa fikrim yo'q, dedi Sulton Ismoil xon. O sarkardaning janobiy davlat panohimga, saltanatimizga bo'lgan sadoqatiga har qanday sarkarda amirning sadoqatini tanglashtirib bo'lmas. Esqilchi amir, o sarkarda zot ekan, dedi Ismoilxon taqozzoliq bilan. O sarkarda Malika Muhtaramxon. Malika Muhtaramxon? Ismoilxon birdilla umidsizlandida lassida bo'shashdi. Chiroyini purishtirdi. Mirza Bobobekka norozilik bilan tikildi. Ajiba xon oliylari sarkarda Malika Muhtaramxonning sadoqatidan gumonlangan bo'lsa, yanglishlar amir janoblari, dedi Ismoilxon Mirza Bobobekning gapini tortdi. Mening Malika Muhtaramxonning sadoqatidan gumonlanganim yo'q. U men uchun o'z farzandim bilan o'xshash. Biroq u degan mushtindek bir qiz bola bo'lsa, mushundaq muhim o'rinning hudisidan chiqa olarmi? Ayol zotini yurtdoshchilik ishlariga aralashtirsak, ko'lkiga qolmasmizmi? Malika Muhtaramxonimni Oqsudagi jangda sarkardilik martabasiga ko'targanliklari asrdan chiqib qolmagandi ana hazratim, dedi Mirza Bobobek vazmin ahvolda so'zladi. Malikaning lashkariy mahorati saltanatimizdagi man degan sarkardalardan qilishmaydi. Uning ustiga oliylarning Saidiya taxtida o'tirishida Malika Muhtaramxonimning ko'rsatgan ajr to'pisi oz emas. Onunğa sarkardilik martabasini berib, muqim bir divan mahkamaga egib qilmasak, o'val qilgan bo'ladi. Orada amonlik mahkamasining amirligi Malika Muhtaramxonim uchun eng muvofiq o'rin. Birinchidan, Malika yollarida turadi. Ikkinchidan, bosh-boshliqlik qilib ordudan ayrilmaydi. Uchinchidan, ko'rsatgan ajr to'pisiga loyiq
tartoq martabaga erishgan bo'ladi. 4-dan, eng muhimi Malik Sildan boshqa har qanday kishiga yuz xotir qilmaydi. Bu deganlik, orada qobil bir qo'riqchining qo'lida mustahkam muhofazat qilindi. Har qanday odamning o'rdiga sababsiz, farmon yorliqsiz kirib chiqishiga chek qo'yildi deganlik. Malika Muhtaram xonimning yetishalmagan yerlarga haqiqatan hamdamda bo'laman. Ayol zotining yurtlarchilik ishlariga aralashishiga kelsak, bu kulki qog'ida cho'ng ish emas. Ajdodlarimizning tarixida nurg'un ayol sarkardalar, yurt posibonlari o'tgan. Sultan Ismoilxon Mirza Bobobayning ko'rsatgan o'rinliq sabablari oldida gap deb beramay ilojisiz qo'shilishga majbur bo'ldi. Әтісі әтігерлік құбылда әмір сәркәрділерінің әр қайсы диван мәхкеме, yurt şəhərlərinə mənsəbki təyinləş xüsusudakı xan yarlığı cəqqarlandı. Yarlıq tamamlanğandan keyin vəzifəyə təyinlənən əmrlər xanның himmət şəfqətiga əşqallı etişdi və özara bir-birini mübarəkləşdi. Xoca Abdulla İşanның narazılığı çırayından mana-man deb chiqib qolgan edi. Şu daqiqada xondan ta'ma qilgan martabaga erishalmaganlikdan g'azablanib ot chiqyosa, xonga aloyitin tavsiya qilgan amirlarning hech qaysisiga amaliy huquq berilmaganligidan hasratlandi. Malika Muhtaram xonimdek bir qiz bolaga shuncha bo'la muhim lashkariy martabaning in'om qilinganligidan qo'shliq ketdi. Shundaqdimi murosim oxirlashguncha o'zini besib olib, aran o'ltirdi. Mana bir haftadan beri Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon betob bo'lib qolganligini bahona qilib, Ishon qasriga mahkam bekinib olgan edi. U o'zi jim turgani bilan vujudidagi mikr qo'zg'ollar, yuragida bulduqlab eqib turgan o'g'ini echib, allaqandoq shum tadbirlarni ro'yobga chiqarish uchun qanot tiqiyotdi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atdiki anlatishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi